Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Biz ko'pincha vaqtlarda ömrümüzün ve tan salomatligimizning, ailemizning qimmatini bilmaymiz. Ba'zida bir kelishmasliklarga duch kelgan vaqtida, "Menga shunda fursat berilgan bo'lsa, men shularning qimmatini bilib olsam" deb qolamiz. Fursat beriladi, yana g'aflat ichida qolamiz. Çünkü biz insan. Bu yerde bir kızı var. O kişi beşiğini ötkenlerini mundaq kızı kılıdı. Bir günü işten biraz hargın halatda qaytib geldim. Aşxanaga girsem ayalım tamaqqa tutuşup etip diken. Nima ish qilyapsiz desem tamaq etyapman. Bir yarım saatgacha pishib qoladi. Angacha siz ökürüp damağa açtırsanız tamak pişkanda biz oğutaylı dedi. Mağul dep men yataqxonaga kirdim. Kiyimimni almashtırıp uxlab qaldım. Bir vaqtda namaz asrga azan chiqdi. Shuni bilan o'g'inib ketdim. O'g'inib chiqib oshxonaga chiqsam, ayolim tamaq etib o'tibdi. Tamakның xushpuroqlari burnimga kiryotdi. Shuni bilan ayolimga, "Ha, qandaq lazzatli tamaq etyapsiz?" desem, qaramaydi, gap qilmaydi. Shuni yana takrar qilib, "Tamaq pishdimi yoki?" desemmi, qaramaydi. Buni bo'ldi bu 20 necha yil buni o'titib o'tirib bir haqiqatdan mening bir savolimni javobsiz qo'ymagandi. Ya cevap vermeydi, ya qaramaydi, ranjib qolganmiki deysem bu normal degidek turdi chiroyi deb o'ltirdim birdan. O'tirishimga balam maktabdan keldi. Kelib onasini suyab qo'ydi va onasiga birdan chiroyli gaplarni qildi. Maktabda uni qildim, buni qildim deb. Shundan keyin menga qarabmi qo'ymaydi, gap qilmaydi. Nima bo'ldi bularning hech qaysini men ranjitib qo'ymagan tursam, nima bo'ldi hammasi mendan yuz o'rib ketdi deb o'ylab qoldim. Oturup balamga muzlatqıdan bana bir şişe su epirang balam desem qarab mı qo'ymadi bana? Cevap mı vermedi? Üzünün iş bilen hemmisi. Şuna bir de oturup oylanıp kettim. Nim bo'ldi bu ailede? Dep tursam anısı balamga, "Balam dadınızını oğuttan" dedi. Ma'qul deb mening yataqim kirib ketdi. Şunu men miyada, oğaqqa men miyada desem hech qaysi menga qaramaydi. Şunu balam bidamdan keyin chiroyi o'zgargan holda chiqibdi. "Opa, dadamni o'g'atsam midirlamaydi." O'g'atdim, midirlasam jim yotyapti degandan keyin onasi o'zining ishini qilaverib bidamdan keyin munda turib qo'ldagi pichoq bilan darhol tashlabdi. Yugurib kirib ketdi. Ko'ngli bir narsaga ensirgandek kirib ketdi. Kirib ketib men orqasini yugurib birga kirdim. Birga kirsam yotoqda shu menga o'xshash kiyim kiygan, menga o'xshash bir odam yetyapti. Ayolim o odamni o'g'itadi. Hatto bunda uni midirlayapti, ammo midirlamay uxlayapti. Shuni men uningga, "Hay, men miyada o'g'aq, meni qishingildimi? Men o'g'aqman desam, menga qarab qo'ymaydi hech kim." Shuni o'g'atdi, midirlatdi. Shuni hech qanday uningdan bir sado kelmagandan keyin ayolim yig'lashga boshladi. Yig'ilgandan keyin buningga qarab balamma yig'lab ketdi. Birdan shunday yig'lashdi, ular midiriltidi, o odamni midirlamaydi. Shuning bilan ayolim balamni evatdi. Buvangni, momangni tuqqalan chaqirib keldi. Bir damdan keyin anam bil dadam va mening ukalarim, akalarim hammasi kirib hammasi yig'lab, yig'izarlab ketdi uyning ishi. Qo'liga men deyman, "Men hayot, men yeninglarda men bor" desam hech kim qarabmi qo'ymaydi, hech kim anglabmi qo'ymaydi. Ashunda davom qilaverdi. Bidamdan keyin an meni elib chiqatdi. Shu orliqda qo'shnilar, jamoatlar kelib menga rahmat tiladi. Ailemge sabr taqat tilidi. Ashuna qilib meni yug'il achkatdi. Uydiga yerga apaganda o'sha odamni meni yuvotdi. Men deyman, "Voy, men miyada bor. Men hayot,
men hayat deb tursam hech kim menga qaramaydi. Shu yaqin kelib ayda turyapti, men meni yudi, yuppilab meni kipellab jinozaga soldi. Jinozaga solib, shu namoz o'qitgan chiqdi. Chiqqandan keyin imom xonim namozni o'qishdan burun so'zga boshladi. Bugun faloni vafot bo'ldi. O kishininki ustida haqqinglar bo'lsa danglar, bo'lmasa rozilab ketinglar deb rozilik qildi. Shu chog'da men imom xonimning oldiga sapni kesib berib, "Yo men hayot deb oldiga shunda bosam, men qarabmi qo'ymay gapini qilaverdi. Chunki namozni o'qib bo'ldi. Namozni o'qib bo'lib, shuni meni qabrga ko'mgil olib bordi. Ko'mgil olib borganda shu qabrga ko'tarib akirgan odamlar bilan, shu yilqi odamni ko'tarib akirgan odamlar bilan men birga kirdim shaga. Kirib qabrga akirib bo'lib, yuzimni o yilqi yetayotgan odamning o'ligining yuzini shunda ochdi. Ochganda u odam menga o'xshayotgan odam. Shuning bilan u menga shunda so'q bir chiroy bilan qarab, "Men sening badining bugun hozir sen bilan ayrildik. Mening bartqayrim tuproq. Men chirib tugayman. Ammo sening ishing hisob kitob. Allohning oldida hisob bersan" dedi. Shuni men o'labdimi deb o'lganligimni bildim. Shuningdan keyin qattiq pushaymon qildim va duo qilishga boshladim. "Ey Alloh, menga bir fursat bergin. Meniki to'laydigan qarzlarim bordi, qildigan vasiyatlarim bordi, nurg'un planlarga yaxshi ishlarim bordi. Menga bir fursat berilgan bo'lsa" deb shunda arzu qildim. "Kalla" degan ovoz keldi. Ya'ni mumkin emas degan ovoz keldi. Shundan texmi bechoralab ketdim. Endi men bunda tugashdim deb shunda bechoralikda tursam balamning ovozi keldi. Dada tamoq pishdi degan ovozi keldi. Shuni ko'zimda bo'shroq, ko'zimni ochsam balam mening beshimda meni o'g'itib turibdi. Unammi tushunmi deb shuni beshimni shunda olib ko'tarib, qo'pab balamni quchoqlab ketdim. Quchoqlab bag'rimga besib, "Alhamdulillah, Allohga shukr" deb shunda Allohga shukr qilib ketdim. Shuni balam aqingizni men chiqaman deb bitim o'ltirdim karvatda. O'ltirib Allohga shunda shukr qilib ketdimki, menga shu fursatni berganiga. Meni qayta, ya'ni oxiratning akagiga, tirildigunga shunda bir xo'shilab ketdimki, men buningdagi ishlarimni endi to'g'rilab, buningdagi qolgan umrimni "Ey Alloh, sening ko'rsatganing bo'yicha o'tkazaman" deb Alloh taologa va'da berdim. Shuning bilan oshxonaga chiqdim. Bolalarim bilan xushal-xuram taomlandim deydi. Endi mushu odamga berilgan fursat hammamizga har kuni beriladi. Chunki uyqu degan o'limning bir turi. Qur'on Karimda buni o'lim qatorida, kichik o'lim qatorida sanaydi. Chunki uxlagan odam behush bo'ladi, bu dunyodan ayrildi. Alloh taolo hayotga qaytirishni xohlaganlarni qaytirdi, hayotga qaytirishni xohlamaganlarni shu uxlagani bo'yicha shadi jannat oladi. Shu to'g'rida oyatlar bor. Endi bizga berilgan fursat har attigini beriladi. Chunki har bir uyqudan uyg'ongan chog'imizda biz dunyoga yangidan ko'z ochgan bo'lamiz. Har kuni bu fursat bizga beriladi, lekin nurg'unlarimiz bu fursatni g'animat bilmaymiz. Faqat qimmatini bilmaymiz. Shunga bir kuni ko'zimiz yumilib, ikkinchi ko'zimiz ochilmaydigan bo'lib qolishdan burun hammaylar o'zimizning umrimizning o'zimizga bergan mush tan salomatlikni, o'zimizning oilasining qimmatini bilaylik. Ailemiz bu dunyodagi bizning jannatimiz va bizning oromgohimiz va bizning saodatgohimiz. Oilamizdagi har bir kishining qimmatini bilaylik. Bolalarimizniki har kuni bolalarimizni suyab qo'yaylik, beshini silab qo'yaylik. Bulabmi qizlarimizning chechini har kun silab qo'yaylik, peshonasiga suyab qo'yaylik. Mehr muhabbat dunyodagi eng cho'ng boylik. Mehr muhabbat baxt saodatniki asosli turtkilari. Mehr muhabbat bilan dunyo go'zal, oila baxtlik. Mehr muhabbat bilan hamma ishni yaxshi. Alloh taolo hammamizga baxt saodatlik turmush,
va hikmat bilan ish qiladigan aql ato qilsin. Alloh hammamizningki ömrümizge bereket ato qilsin. Ne'matning qimmatini bilishga hammamizni nasib qilsin. Amin.